oldingizda farzandingiz so'lib borishiga qarab tura olmas ekansiz. Bolam yutumdan qolgan, qo'l harakatidan qolgan, oyoq harakatidan qolgan, bo'ynini ushlolmagan yotgan. Bir oyda 40 million pul ketadi. Undan ko'p ham ketadi. Bizda hozir tibbiy xizmat malaka tugur, tibbiy xizmat ham yo'q. Bola falaj holatga keladi. Yig'ilib Sog'liqni saqlash vazirligiga chiqdi, yig'ildik. Vazirlar Mahkamasiga bordik. Assalomu alaykum hammaga. Sog'liqni saqlash vazirligiga keldim. Haftaning har payshanba kuni soat 16:00 dan 18:00 gacha Sog'liqni saqlash vazirining qabuli. Saidkomil Murodov bir necha yildirki har hafta O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat bilan boradi. U vazirlikdan o'lim bilan olishayotgan, o'tkir osti sklerozlashgan, panensefalit bilan kasallangan bolalar uchun moliyaviy yordam, tibbiy muolaja uchun yetarli sharoit so'rab keladi. Mani qizim Saidazimova Robiyaxon 2018-yil avgust oyida tug'ilgan. 6 oyligida qizamiq virusi bilan kasallangan. U paytlari qizamiq virusi vaksinasi 1 yoshdan keyin emlangan. Qizim qizamiq virusidan tuzalgandan keyin sog'lom hayot kechirgan. Bog'chaga borgan. Qizimda sog'lig'i bo'yicha hech qanaqa kamchiliklar bo'lmagan. Oradan 4 yil o'tib, ya'ni 2023-yil iyun oyida qizimda sudurgi boshlangan va qizim yotib qolgan sudurgidan. Qizimda sudurgi bo'lgan paytda biz Toshkent shahridagi birinchi sonli bolalar kasalxonasiga olib borganmiz. U yerda bolamga tashxis qo'yish olmagan, qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Keyin o'sha Toshkent shahridagi bolalar tibbiyot milliy markaziga olib borganman. U yerda ham bolam holati og'irlashgan. Bolamda 12 sekunddan 15 sekund oralig'ida sudurgi surunkali ravishda to'xtamagan. Bolam yutumdan qolgan, qo'l harakatidan qolgan, oyoq harakatidan qolgan, bo'ynini ushlolmagan, yotgan faqat. Og'irlashib borgan holat. Bolam oxiri komaga tushgan. Komada o'sha bolalar tibbiyot markazida 2 hafta yotgan. Komada o'sha reanimatsiyada, jonlantirish bo'limida zo'rg'a o'ziga keltirganmiz. Keyin o'sha tanishlar orqali bizga o'xshagan farzand kasal farg'onalik o'sha yigitni tanishi orqali asli ukrainalik Dmitriy Maltsov degan immunolog professorni topib, u bilan onlayn konsultatsiya qilib, qizimni lecheniasini boshladik. Boshida o'sha klonazepam dori vositasini olib kelish, topish qiyin bo'ldi. Psixotrop dori bo'lgani uchun O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan, O'zbekiston dorixonalarida sotilmagan. Qozog'iston Respublikasidan men olib kelganman. Chegaradan o'tib, u juda ham qiyin bo'lgan, chunki qonunan mumkin emas. Psixotrop dori bo'lgani uchun yoningizda olib yurish uchun retsept asosida olinadi u narsa. Mahalliy poliklinikaga chiqib, o'zini pechatlari bor, olib uchotda turadigan dori hisoblanadi. Shu sababli Qozog'iston Respublikasidan men olib kelganman, farzandimga berganman. Farzandimga berganimda sudurgisini bittada qoldirgan. Buni ko'rgan doktor, ya'ni milliy markazdagi nevrologiya bo'lim mudiri doktorlik ko'rgandan keyin hayron qolgan. Bu yangilik bo'lgan. Chunki O'zbekistonda qizamiq virusining asorati sklerozlashgan panensefalit kasalligini protokoli ham yo'q edi, u bo'yicha tushuncha ham bo'lmagan. O'sha paytda bolalar milliy markazida yotganimizda o'sha farg'onalik Vohidjon degan bir yigit meni farzandim edi. 2 odam edi. 2 ota-onani O'sha paytda, ya'ni 2023-yil iyun oyining oxirida 2 nafar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni meni farzandim koma holatiga tushib, 14 kun o'tda yotib, farzandimni olib chiqib, davolashni qidirib yurgan, dori qidirib yurgan vaqtimizda kasallik ko'payib ketib qoldi. Kasallik soni. Kasal bolalarning soni ko'payib ketib qoldi. 2 edik, 4 ta bo'ldik, 6 ta bo'ldik, 8 ta bo'ldik, 10 ta bo'ldik. Endi men Qozog'istondan klonazepam dori vositasini olib keldimmi? Bolamga berganimdan keyin sudurgisi to'xtagandan keyin uni doktor ko'rdi-da, iltimos, mana bu ikkita kasal bor, menga ham bering shu dorini. Men haligi dorini ham berdim, o'zimdagi dorini ulashdim. Uni ham holatini tushunaman, ota-onasini yig'lab turibdi. Berganimdan keyin ko'payib ketdi. Ya'ni meni xuddi fuqarolarda shu narsa shakllandiki, dorichi deb o'yladi. Menga murojaatlar ko'paydi. Iltimos, sizda dori bor ekan, qizimning sudurgisi to'xtamayapti,
dori bering deb uyimgacha kelishdi. Xo'p dedim, qo'limdan kelgancha yordam berdim. Dorini o'zi menga yetmas edi. Qizimga bir oyda 3 pochka dori ichadigan bo'lsa, 1 pochka olib kelgan bo'lsam, o'sha 1 pochka dorini ham o'rtasidan qirqib, shuni bolasi farzandi ham kasal-ku deb to'g'ri uchun achinganim uchun unga berdim. Shu asnosida kasallik soni ko'paygani uchun bir gruppa tashkil bo'lib qoldi. Biz gruppa ochganmiz. Mana hozirgi kunda SSP, ya'ni sklerozlashgan panensefalit kasalligiga chalingan ota-onalarni gruppasi bor. Hozir qancha aynan shunaqa bo'ladi taxminan? Hozir gruppamizda 200 ga yaqin. 200 ga yaqin. O'zbekiston Respublikaning turli hududlarida. O'zbekiston Respublikasini Andijon viloyatidan tortib, Farg'ona, Namangan, Sirdaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Nukusda ham bor. Toshkent shahar, Toshkent viloyati hammasidan bor. Hozirgi kunda o'tkir osti sklenoz panensefalit kasalligi bilan 134 dan ziyod kasallar mavjud. 150 dan oshgan edi. Ulardan 13 dan ziyod vafot etdi. Kasallarga bo'lgan sharoit kasallikni diagnoz qo'yishida dastlab biz bolalar milliy tibbiyot markaziga bemorlar keladi. U yerda biz kasallarni diagnozini qo'yib, tasdiqlab, u yerda order asosida bepul o'tkaziladi. Va bu 4 ta koyka ajratilgan hozir. Viloyatlarda esa koykalar yetarlicha viloyatlarda. Ya'ni shu imенно sklerozlashgan panensefalit kasalligini sudurgisini to'xtatish bo'yicha shu klonazepam dori vositasi bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilib, qiyinchiliklar bilan 2024-yil 10-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasiga shu dori kirib keldi. Birinchi yutug'imiz shu bo'ldi. Rasman kirib keldi. Har bitta shu kasallik bilan, panensefalit kasalligi bilan og'rigan bolaga mahalliy poliklinikadan retsept asosida bu dorini olish imkoniyati bor. Demak, hozir dori bilan mana shu 200 kishiga yaqin odamda dori bo'yicha muammo yo'q, to'g'rimi? Yo'q, klonazepam dori bo'yicha muammo yo'q. Bizning muammolarimiz hozirgi kunda shu narsa bo'lyaptiki, bu kasallikni o'zini stepenlari bor. Ya'ni bu kasallikni birinchi davolashda virusni to'xtatish, sudurgini to'xtatish va bolani miyasini oqsilini, bolani qonidagi oqsilni bu virus yeb tashlagani uchun qimmat dori turkumiga kiradigan o'zini albumin, biaven, aktagan degan dorilari bor. Shu dorilarni davlatni, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligining ro'yxatida turadigan orfan kasalliklari ro'yxatida turadigan, ya'ni davlat byudjetidan ta'minlanadigan ro'yxatga kiritish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri va vazir o'rinbosari Ilmira Bostixonovani qabulida bir necha bor bo'ldik. Ya'ni biz kasal bolalarning ota-onalari davlat byudjetidan bizning farzandlarimizga dori ta'minotini amalga oshirib beringlar. Muammolardan biri bu hozir dori-darmonga bo'lyapti. Ko'proq ehtiyoj shu panensefalitlar ketadigan immunoglobulin, interferon dorilarimiz bor. Bularda hozir muammo bor. Bemorlarda reabilitatsiya markazlarida ozroq muammo bo'lyapti. Ya'ni mutaxassislarning yetishmasligi, aynan hududlarda mutaxassislar kamligi bor edi. Ularni bartaraf qildik, kelib o'qishdi ular, malakasini oshirishdi. Hozirgi kunda davolash va diagnoz qo'yish bo'yicha muammo yo'q, faqat dori-darmon va reabilitatsiya bo'yicha muammolar bor. Kamchilik analizlarda muammo bor. Ayrim analizlarda faqat xususiy klinikalarda bo'lishi, davlat klinikasida esa bir dona shu immunologiya sentrida bor, viloyatlarda yo'q va bu kasallik tashxis qo'yishdagi, dastlabki diagnoz qo'yishdagi reagentlarni faqat virusologiya institutida bor, boshqa hududlarda yo'q. Ya'ni ham reagentlarda analiz bo'yicha, ham dori-darmonda, reabilitatsiyada muammolar bor. Mana masalan 2 yil bo'ladi. 2023-yildan mana 2005-yil iyun oyida 2 yil bo'ladi. Har oyda o'rtacha 40 millionga yaqin xarajat ketadi. 40 million so'mga yaqin. Bir nafar bolaga. Bir nafar bolaga. Bir nafar kasal bolaga. Bir nafar kasalga. Shaxsan meni qizimda shunaqa. Shaxsan hozirgi kunda meni qizimda sudurgi yo'q. Davlat tomonidan hech xarajat qoplanmaydi, qaysidir qismi bo'lsa. Yo'q. Lekin nogironlar ro'yxati turadi dedingiz. Nogironlik ro'yxatida bo'lganlar uchun maxsus yordamlar yo'q, ajratiladi. Qancha miqdorda? Nimani qoplaydi? Endi nima imtiyoz beradi bu? Endi bolada ushbu kasallikka chalingandan keyin bola falaj holatga keladi, qo'l oyoq harakatlari bo'lmaydi, bola yotadi, yotuv holatga keladi. Bolani daji
qora chig'i bitta tochkaga qarab turadi. Chaqirsangiz qaramaydi. Hech qanaqa reaksiya bo'lmaydi. Bolaga yonboshidan 10 ta ukol qilsangiz ham sezmaydi. Bolani miyasi o'chadi, juda ham xavfli kasallik bu. Umuman reaksiya bildirmaydi. Bolada keyin tortishish, tonuslar yuzaga keladi. Tortishish shunaqa tonusli kuchli bo'lganidan meni farzandim o'zini boksi sohasi, tizza sohasi, oyoq sohasidagi chiqib ketgan. Ikkita oyog'ini shu sonidan pastigacha o'sha 2023-yilda gips qildirganman. O'sha klonazepam dori vositasini bermaganimiz uchun u dori tonusni yopadi. Bu holatga keldimi, doktorlar yozib beradi, FTEK orqali, tuman FTEK orqali, ya'ni bolani nogironlik ro'yxatiga kiritiladi. Nogironlik ro'yxatiga kiritilgandan keyin har oyda farzandimga va ayolimga pul ajratiladi. Bu hozirgi kunda 1.300.000 1.400.000 atrofida. Bir oyda nogironlik nafaqasi farzandimga 800.000 bo'ladigan bo'lsa, ayolimga 600.000 okrugleniy hisobda. Bu qaysidir ma'noda bir uchini yopishi mumkin, lekin bolaga ketadigan dori-darmon sarf xarajati, bolani spes kashasi, bu kasallik xavflilik darajasi shunaqaki, insultdan va boshqa miyani o'piqidan bo'lgan kasalliklarga taqqoslaydigan bo'lsa ham baland. Hozirda biza Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilib, bizaga ketadigan dori-darmon, doimiy oladigan dori vositalarini olib berishini so'raganmiz. Ya'ni har doim, har oyda bola o'sha dorilar bilan ta'minlanishi kerak. Bu juda ham qimmat turadi. Bu bo'yicha biz ariza yozganmiz. Bu dorilarning summasi, bu dorilarning soni hammasini biladi. Farzandimda men hozir bitta o'zim intervyu beryapman. Aslida 200 ta ota-onaning nomidan gapiryapman. Mana shu murojaatlar qilganimizda bir necha bor aytdingiz, murojaatlarning javobi nima bo'lgan? Endi murojaatlarning javobi men ko'rsatishim mumkin, popkamni olib kelganman. Mahalladan boshlasak, mahalla, hokimiyat, shahar hokimiyati, tuman hokimiyati, shahar hokimiyati, Oliy Majlis, deputat, senator, prokuratura va boshqa qonunni nima qiladigan organlarga aniq qilganmiz. Endi bu yerda основной shu jumladan Sog'liqni saqlash vazirligiga. Sog'liqni saqlash vazirligi shaxsan meni yaxshi taniydi. Shaxsan vazir o'rinbosari, shaxsan boshqarma boshliqlari, ona bola boshqarma boshliqlari juda ham yaxshi taniydi. Qabulni tashkil qiladigan Abdurashid aka degan ismli o'sha yerga xodimani taniydi. Har hafta soat 4 dan 6 gacha vazirning qabuli bor. Har hafta vazirga qabuliga xat tashiyman. pm.go.uz portali orqali tashiyman. Ya'ni Sog'liqni saqlash vaziriga shaxsan qabuliga kiraman deb. Ijtimoiy himoyaga tashiyman, Vazirlar Mahkamasiga tashiyman. Har haftada ariza bilan murojaat qilaman. Nega? Sababi men shu Sog'liqni saqlash vazirligiga va Oliy Majlisdagi Qonunchilik palatasidagi Sog'liqni saqlash qo'mitasi raisi Yelena Borisovaga, ombudsmanga uchrashganimda ko'pchilik aytgan bitta, ikkita ekan bola degan. Men aytganman, ertaga bu kengayadi, diapazon kengayapti. Ertaga holat Bolalar ombudsmaniga ham uchrashgan. Bolalar ombudsmaniga Rahmonovaga uchrashganman. Endi qaysidir ma'noda yoki katta ma'noda yordam bergan, lekin u meni qoniqtirmaydi. Nega? Qanaqa yordam bergan? Klinik protokol ishlab chiqilgan. Davolash bo'yicha klinik protokol ishlab chiqilishida ombudsmanning harakati bor. Oliy Majlisdagi Qonunchilik palatasi harakati bor, lekin uni tezroq ishlab chiqarish kerak. Uni tezroq qilish kerak, uni tezroq yetkazish kerak. Bizga dori-darmon kerak, bizga reabilitatsiya kerak, bizga ko'yka kerak. Juda ham ko'p marta murojaat qilganmiz, moliyaviy temadan, yordam temasidan, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi bo'yicha. Sog'liqni saqlash vazirligiga qayta chiqyapmiz, lekin bizning murojaatlarimiz cho'zilyapti. Murojaatda biz so'raganimiz ko'yka masalasi. Birinchi bolani davolash shifoxonasi kerak bizga. Bitta sentr tashkil qilish kerak. Markaz.
markaz tashkil qilish kerak. O'sha markazga hamma shu kasalligiga uchragan bolalarni olib kelib yotqizib davolash kerak. Hammasini holati og'ir. Bu bo'yicha shifokorlar ishlash kerak. Birinchisi koyka masalasi. Ikkinchisi dori-darmon masalasi. Uchinchisi moliyaviy masala. Keyin to'rtinchisi bor. Hozirgi kunda guruhimizdagi 20-30 taga yaqin bolalar reabilitatsiya qilish jarayoniga o'tgan. Ya'ni meni farzandim va o'sha 20, 25, 30 nafar bola reabilitatsiya qilish kerak. Ya'ni bolada ham dori-darmon, ham maxsus kasha, ham reabilitatsiya, voitoterapiya, LFK shu muolajalar qilish kerak. Bu muolajalar bolaning harakati, reabilitatsiya. Bunda bola bilan shu tiklanish uchun, miyani tiklash uchun bolani qo'l, oyoq, bo'yin harakatlarini amalga oshirish kerak. Mana og'izda logoped deydi, og'izni massaj qiladi, bo'yinni massaj qiladi. Shu jarayonga o'tgan hozir. Bizda voitoterapiya bo'yicha ikkita dona shifokor bor. U shifokorlar ham 2 yoshgacha bolani qabul qiladi. Yo'q O'zbekistonda. Mana Toshkentda topib bera olmaysiz. Ya'ni точный bolalarni davolaydi. Bolani yotqizib qo'yadi, o'zini maxsus harakati bilan tochkasini bosgandan keyin bola qo'lini, oyog'ini harakatlantiradi. Bo'ynini harakatlantiradi. U oddiy massaj emas. U massaj uchun alohida o'qilinadi. Bu shifokor qiladi buni. Uni biza summasini aytmayapmiz, moliyaviy temasini. Doktorning o'zi yo'q, shifokorning o'zi yo'q. LFK hozirgi kunda LFK reabilitatsiyasini qilish uchun bu kasallik SSP sklerozlashgan panensefalit kasalligi Farg'ona viloyatida soni ko'pligi uchun 40 ta 45 nafar. Respublika bo'yicha eng ko'p miqdor Farg'onada. Farg'ona shahrida reabilitatsiya markazini gaplashib, o'sha Farg'ona sog'liqni saqlash boshqarmasining boshlig'i, rahmat shu odamga, gaplashib bergan. O'sha markazga borib joylashamiz. 15 ta, 20 ta, 30 ta ona bolasi bilan. Bizani farzandimizga doimiy onasi qaraydi. Doimiy onasini qaramog'ida bo'ladi. Bir kishi u bilan mashg'ul bo'lmasa, bolani holati og'irlashadi. Ona bola yotadi, yotganimizda tekin, lekin LFK mutaxassisini biz Qozog'istondan olib kelamiz. Qozog'iston Respublikasidan LFK qilish bo'yicha Nurken ismli shifokor mutaxassis keladi. Biz Qozog'iston Respublikasidan mutaxassis olib kelamiz, mutaxassisga pul to'laymiz, mutaxassis mehmonxonada turib, bolalarimizga 10 kun, 15 kun, 20 kun o'sha yerda shu xizmatni ko'rsatadi. Qozog'istondan bir dona mutaxassis bor. Uni ham endi yaqinda keldi. U bir kishi yetmaydi. 150 ta kasalliga, misol bir kishi ulgurmaydi 10 kun davomida. Mutaxassis ko'paytirish kerak reabilitatsiyani. Yo'l qo'yish kerak. Bu kasallikni oxirgi tochkasidan chiqib ketish uzoq vaqt voitoterapiya, osteopat, mana shu LFK reabilitatsiya mutaxassislarini doimiy shug'ullanishidan keyin chiqib ketadi. Birinchi etap va hozir parallelni ketadi. Hozirda parallelni ketadi. Virusga qarshi dori-darmon qilamiz. Sudurgiga qarshi, tonusga qarshi farzandlarimiz bir vaqtning o'zida 28 xil dorini oldi. Bolani holatiga qarab bu dorilar kamaytiriladi. Biza so'ragan narsamiz shu. Bizga reabilitatsiya markazi kerak. Koyka kerak, dori kerak, mablag' kerak. Toshkent shahrida DTSPga chalingan bolalarni reabilitatsiya markazi bor. U yerda bizning farzandimizga ishlatiladigan asbob uskuna yo'q. Va mutaxassis LFK, osteopat yo'q. Ularning muolajasi oddiyroq. Keyingi masala bor, bizning farzandlarimizda immunitet tanqisligi ham kuzatiladi. Agar bolada tashqaridan boshqa
shamollash, mana pnevmoniya deydi. Shamollash agar yuqadigan bo'lsa, bola o'ladi. Bola o'ladi. Birinchi kasalni oldiga ikkinchi kasalni qo'shib bo'lmaydi. Bu bizani farzandlarimizning kasalligi ham yengil kasallik turi bo'lib kirdi. Bizaga alohida reabilitatsiya markazi kerak. Farzandimizni olib borib boshqa kasalni oldiga qo'shib bo'lmaydi. Bu o'lib qoladi bola. Vazirliklardan, o'sha tegishli tashkilotlardan qanday javob berishdi? Mana shu yaqin yillardami, yaqin qachondir shu bo'ladi degan javoblar bormi? Vazirlikda, Sog'liqni saqlash vazirligida har hafta menga xat keladi. Har hafta xatda qilyapmiz, bajaryapmiz, ishlab chiqyapmiz, jarayonda degan xat keladi. Ya'ni aniq sana yo'q. Aniq sana yo'q. Aniq sana yo'q. Endi to'g'ri, qanaqadir marraga erishdik. Sudirga dorisiga erishdik yoki spinamazgoy jitkisi oldik. U narsa bilan bu kasallikni bo'ldi biza sharoit yaratib qo'ydik degani emas. Bizga ko'yka kerak. Bu ko'ykani Sog'liqni saqlash vazirligi zudlik bilan qilishi mumkin edi. Darhol bitta markazni tashkil qilib, o'sha yoqqa hamma ushbu kasallik bilan chalingan bemorlarni yig'ib, reabilitatsiya qilib, unga tashxisini qo'yib, dorisini berib qiyin emas bu narsa. 150 ta 200 ta bolani davolash qiyin emas. Bu yerda bizning ishonchsizligimiz ham shunda. Biz o'sha Sog'liqni saqlash vazirligiga ishonmaymiz. Ota-onalar. Endi ota-onalar yig'ilib Sog'liqni saqlash vazirligiga chiqdi, yig'ildik, Vazirlar Mahkamasiga bordik. Endi bilmadim, yana hozir biz yig'ilishni rejalashtirmoqchimiz, yana chiqmoqchimiz. Bu bilan bo'lmaydi. Endi agar bosh vazir xabar topadigan bo'lsa yoki prezidentimiz xabar topadigan bo'lsa, bu muammo bittada yechiladi. Bittada yechiladi bu muammo. Prezident shuncha pul ajratyapti, shuncha sog'liqni saqlash tizimiga qilinayotgan e'tiborlar, shuncha bo'layotgan siyosatni biz pastda ko'rmayapmiz. 40 ga yaqin bola o'ldi deb aytib yotamiz. Bolalar shunday o'lib ketyapti. U o'layotgan sababini ko'taradigan bo'lsa, shu bolaga dori yetishmasligidan o'lyapti. Chunki moliyaviy masala birinchi o'rinda. Agar meni pulim bo'lsa, Turkiyaga olib chiqib ketaman. Turkiyada davolata olaman bu narsani, lekin katta pul kerak bu narsaga. Katta mablag' kerak. Mana hozir aytib turibman, bir oyda 40 million pul ketadi. Undan ko'p ham ketadi. Biaven dori vositasini 200 milligramdan 3 ta olish kerak har oyda. Bu bitta dori. Yoki 4 ta olish kerak. Bolani kilosidan kelib chiqadi. Bu dori 7,5 million, 8 millionga yaqin turadi. Juda ham qimmat bu dori. Lekin O'zbekistonda bor. O'zbekistonda bor u dori. Lekin uni ola olmaymiz. Undan pastroq dorisi, Aktagan dorisini chiqdik. Shuni aytdik. Shaxsan men o'zim Aktagan bilan albumin dorisi hozir qimmatroq. Shuni iltimos qildik. Ilmira Bositxonova dedim, olib bera olmasanglar ham shuni o'zini narxidan olib beringlar dedim. O'zini, ya'ni bu dori kelgandan keyin ustiga qo'ymasdan demoqchisiz. Yo'q, bu dori 800 mingga keladigan bo'lsa, davlatning o'zini ustiga qo'yib sotish huquqiga ega koridori bor. 800 mingga kelgan dori 20% qo'yganda, masalan, 960 ming bo'lsa, apteka bemalol sota oladi, lekin apteka uni 3 millionga sotyapti. Hozir jamoatchilik nazorati deb Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bitta programma ishlab chiqilgan. O'sha programmada sotuv narxi bor. Именно hozirgi men aytayotgan Aktagan dori vositasi 200 milligrammi 10% ligi o'sha programmada 1,197 ming so'm turibdi. Lekin bu narxga aptekalardan topa olmaymiz. Aptekadan 2,8 ga topamiz eng arzoni. 3 million, 3,5 milliongacha topamiz. U programma bo'yicha kiring dedi, shu dori-darmon boshqarmasida ishlaydigan xodim aytibdi. Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydi. Kiring, apteka agar qimmat sotadigan bo'lsa, ishonch telefoniga telefon qiling deyapti. Lekin u dorilar o'zi topganimizga xursand bo'lamiz. U dorilar u yerdan konteynerda kelish kerak. U dorini olib kelib berishini so'rab yotamiz. Oldingizda farzandingiz so'lib borishiga qarab tura olmas ekansiz. Bola o'lmasa ham balkim nogiron bo'lib qolar.
balkim tuzalib ketar, lekin o'sha bolaga optimal holatdagi muolajani qilish kerak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida yozilgan modda bor. Har kim, ya'ni O'zbekiston fuqarosi malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega deyildi. Bizda hozir tibbiy xizmat malaka tugur, tibbiy xizmat ham yo'q. Bizga tibbiy xizmat ko'rsatilishi kerak va malakali bo'lishi kerak. Mayli bolalarimizni har bitta ushbu kasallikka uchragan bemor bolaga doktorlarimiz tomonidan, asosan O'zbekistondagi doktorlar tomonidan farzanding yaqin 1 yil va 3 yil ichida o'ladi degan. Bolang o'ladi, bunaqa darajada e'tibor berma, bunaqa darajada pul sarflama degan fikrni oldinga surishyapti. Ya'ni bola agar ushbu kasallik bilan kasallansa, tashxis qo'yiladigan bo'lsa, 50% umidingni uz. Keyin u 50% sekin pasaytir. 30% ga tushsin, 10% ga tushsin, keyin umidingni umuman uz. Ya'ni bola baribir o'ladi degan fikrni olib kelishyapti. Men bu gapim hamma joyda bo'lyapti. Ya'ni shu kasallikka duch kelgandan keyin vrachlar aytayapti shuni. Bola o'ladi baribir deyapti. Lekin bola o'lgungacha ham malakali tibbiy xizmatni ko'rsatish kerak bolaga. Hozirgi kunda bolalarimizda dinamika bo'yicha oldinga qarab yaxshilanish holati kuzatilyapti. Bolam 2023-yil iyul oyida Toshkentdagi bolalar milliy markazida yotganda vrachchilarning hammasi aytdi. Uka dedi, to'g'ri tushundi dedi, bolang dedi, o'ladi dedi, tayyor tur dedi. Bolaning ahvoli og'ir dedi. Bola komada yotibdi, reanimatsiyadan chiqadi. Shunaqa deydi doktor. Bolaning ahvoli og'ir, juda og'ir. Endi men hayron bo'laman, kimga borishni bilmayman, o'tdan farzandimni olib chiqishni bilmayman. Allohdan so'radik. Bizning boshqa suyanchig'imiz yo'q. Allohdan so'radik. Men reanimatsiyagacha kirdim. Farzandim bilan hatyabi dedim, xayrlashay dedim, o'lib ketadigan bo'lsa dedim. Farzandimni ko'ray dedim o'sha yerda. Farzandimni ko'rdim. Farzandim bilan gaplashdim. Gapirmadi, farzandim yotibdi. Reanimatsiyaga kirganimda 5 ta zond qo'yib tashagan edi bolamga. 5 ta. Bittasi burunda, bittasi tomoqda, bittasi qo'lida, bilmayman qatliga qo'yib tashagan. Qo'liga apparatlarni qilib qo'ygan. Tepasiga apparatlarni qo'yib qo'ygan. Bolam unaqa vakuumda yotibdi. Juda ham qo'rqinchli holat edi. U holatni men ko'rdim, men kirdim. Doktor olib kirdi, kiyimlar, maxsus kiyimlarni kirgizib, o'sha yerda qizimga gapirdim. Qizimga aytdim, men o'sha yerda men shu yerdaman dedim. Qizimni Alloh bergan, Alloh oladi dedim. Bandasi emas dedim. Men shu yerdaman qizim dedim. Seni hech kimga berib qo'ymayman dedim. Chiqdim keyin ayolimga aytdim. Holat yaxshi dedim. Xudo xolisi qizim tuzaladi dedim. Allohdan hammasi dedim. To'g'ri, kasallik og'ir, men to'g'ri tushunaman. Men protokolni o'qib chiqdim. Inglizchadan ruschaga o'girib protokolni o'qidim. Haqiqatda juda ham og'ir kasallik, farzand og'irlashib qolib o'lishi mumkin. Hammamiz o'lamiz. Davolagan ham o'ladi, kasal ham o'ladi. Hech kim bu dunyoga ustun bo'la olmaydi, lekin harakat qilaylik maqsadida chiqib olmayman. Ertasi kuni farzandim holati yaxshilandi. Men kirib chiqqanimdan keyin ertasi kuni yaxshilandi, palatniy vrach aytdi. Nima qildingiz? Kirdim dedim, farzandimga aytdim dedim, Allohdan so'radim dedim. O'sha kundan boshlab hozirgi kungacha bolamda ozgina o'zgarish bo'lsa ham yozib borib, sekin yaxshilanyapti holat. Bolamni hali bu doktorga boramiz, nimadir chiqib qolar, nimadir yengillik etar doktor deb. Hatto bittasi bilar nimadir yengillikni deb. Internetdan pm.go.uzdan ariza tashlagan edim. Sog'liqni saqlash vazirining shaxsan qabuliga kiraman deb menga xatam jo'natishgan edi. Har payshanba kuni soat 4 dan 6 gacha vazir qabul qiladi deb. Oldingi haftada Fransiyaga ketishdi. Alaykum assalom. Vazir suddan Said Komil Dilbandining sog'ayib ketishiga ishonadi. U farzandi gapi kasallikka uchragan go'daklarga davlat tomonidan moliyaviy yordam yo'lga qo'yilishiga erishmoqchi. Mana ko'rdinglar, Bositxonova ham Zaynab, Sog'liqni saqlash vaziri ham Zaynab. Ular 4 dan 6 gacha qabul yozilgan Sog'liqni saqlash vazirini.
yo'q bo'lgandan keyin qayerqa kirasiz? Vazir yo'q bo'lgandan keyin. Ahvol.